Hammaga assalomu alaykum. Bugun darsimiz subjective pronouns. Subjective pronoun. Subjective pronouns bu nima? Kishilik olmoshlari deb tarjima qilamiz. Kishilik olmoshlari. Kishilik olmoshlariga nimalar kiradi? Ko'rib chiqamiz tarjimalari bilan. I, men, bu singular. Singular degani bu birlik. Plural bo'lsa ko'plik. Hozir uni ham oxirida yozib qo'yaman. You, siz. He, o'g'il bolaga nisbatan. U, o'g'il bola uchun ishlatamiz buni. She, qiz bola uchun. U deb tarjima qilamiz buni ham. It, jonsiz narsalar uchun. Bu ham u deb tarjima qilinadi. Endi ko'pligi bo'lsa, ko'plikda we, biz, they, ular. Endi qisqa qilib gap tuzib ko'ramiz. Katta. I go to school. Men maktabga boraman. Yana bitta misol ko'ramiz. You deylik. You are handsome boy. Siz kelishgan yigitsiz, bolasiz deb tarjima qilamiz buni. Yana bitta ko'rib chiqamiz. We are best friends. Mani best friendlarim ko'p emas lekin. Xullas, biz do'stlarimiz, qalin do'stlarimiz deb tarjima qilyapmiz bu yerda. Bu yerda. Mana subjective pronouns kishilik olmoshlari. Kishilik olmoshlariga nimalar kiryapti mana? I, you, he, she, it, we, you, they. Shular kiryapti. Endi round up degan kitob bor, shundan ko'rib chiqamiz. Mana personal pronouns, ya'ni albatta subjective pronouns. Bu personal pronouns o'zi shunday nomi. Asosan buni subjective pronouns deymiz. Mana I, men, we, biz, you, sen, siz degani. She, mana qiz bolaga nisbatan ishlatilyapti. It, mana narsalar uchun. Jonsiz narsalar uchun. Keyin hayvon, quyosh, o'shanga o'xshagan narsalar uchun ishlatiladi, lekin inson uchun itni ishlatmaymiz. You, sizlar, siz, sizlar ketaveradi. He, u, o'g'il bolaga nisbatan they, ular. Mana hurmat ma'nosida yoki ko'plik ma'nosida you ishlatilyapti. Ikkita odam turibdi mana. Ayol bilan erkak you ishlatilyapti. Sizlar bo'lyapti tarjimasi. Ko'rib chiqamiz. Mashqlar bor. Match the word to the pictures. Bunaqa moslashtirib chiqing deyapti. Qani ko'ramiz. I, birinchisi men, bu to'g'ri olibdi. B'sida. B'si qaysiga tushadi bo'lasizlar? B jonsiz bo'lgani uchun 4 ga tushadi. C ga qaysi biri tushadi bo'lasizlar? 6 C ga tushadi. Mana shunaqa bajarish kerak buni. O'g'il bolaga nisbatan D 2 ga tushadi. E men bo'lgani uchun o'zi birda turibdi javobi. F V 5 ga tushadi. Biz degan tarjimasi. Bu yerda read and cycle. O'qing va dumaloqqa oling deyapti. Unchalik qiyin emas, mana ko'rishimiz mumkin. Birda he yoki she. Bu yerda o'g'il bola bo'lgani uchun he ni oldik. She qiz bolaga ishlatilgani uchun buni olmaymiz. It, they. Bu yerda they ular ko'plik narsa turibdimi? Bu rasmni qaranglar, ko'plikmi? Yo'q, bu ko'plik emas, shuning uchun it ni olamiz mana. Keyingisi 3-task. Bu yerda he mi, she mi? Albatta bu yerda ayol kishi turibdi. She ni olamiz. Qo'ylar, it
olsak xato bo'ladi. Agar bitta qo'y turganda bitta olishimiz mumkin edi. Endi bu yerda they bo'ladi, ular. Keyingisi I, you. O'ziga qarab olib sen demaydi-ku, men deydi. Bu yerda shifokor, ayol kishi, ya'ni she olinadi. Bu yerda it olinadi. Buni jinsini hech kim bilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu hayvon nimalarga itda bemalol olinadi. Olmalar, ya'ni ular, biz emas, ular. Keyingi topshiriq. Bu yerda listen and check. Eshiting va belgilang debdi. Menda audiosi yo'q. Shuning uchun o'zimiz topsak bo'ladigan narsa. Birinchi picture, I, men. Ikkinchi picture'da she, ya'ni lady turibdi bu yerda. Uchinchisi hat, ya'ni shlyapa, unga it olinadi. To'rtinchi picture, bu yerda he, the man, erkak kishi, the middle of the man. Beshinchi nimada avtobuslar turibdi, buses. Bularga nima olamiz? Bularga they olamiz. Jonsizmi, jonlimi? Itni olsak, it birlik uchun bo'lib qoladi. Shuning uchun biz ularga theyni olamiz. They asosan misol narsalar uchun ham kelishi mumkin. Bu yerda ko'rdik-ku mana. They bunga apple 8-topshiriqqa apple'da they yoki we qo'yib qo'ygan. They'da olsak bo'ladi, bemalol. Xatoga kirmaydi. 6-rasmda biz, ya'ni oilasi bilan bitta bola o'zini ko'rsatyapti biz. 7-si he bo'ladi, u o'g'il bolaga nisbatan ishlatiladi. 8 it, zebra. 9ga nima deb o'ylaysizlar? 9ga they bo'ladi. Bu ham xuddi basisga o'xshab baliqlar bo'ladi. Itni olsak, bu yerda bitta baliq bo'lsa agar itni olishimiz mumkin. Men 10-siga, ya'ni I, bu ham o'zini ko'rsatyapti. O'zini ko'rsatyapti yoki she. Olsak bo'laveradi. 11-siga hali ko'rdik-ku, you olamiz bu yerga. 12-siga she. Little baby girl. Shunaqa qilib raundda biri bemalol olib, darslar ko'rib, shundan bajarib yetsalar bo'ladi. Bu unaqa ichidagi so'zlari ham murakkab emas, bemalol odam tushunsa bo'ladi. Thank you for your attention, guys. Bye.